Shoir va jamoat arbobi, O'zbekiston xalq shoiri Abdulla Oripov 1941-yil 21-martda Qashqadaryo viloyati Koson tumani Nukus qishlog'ida dunyoga keldi. Bolalik yillari oddiy qishloq muhitida o'tgan bo'lib, xalq hayoti, milliy qadriyatlar va tabiat uning ijodiga kuchli ta'sir ko'rsatgan. U Toshkent davlat universiteti, hozirgi O'zbekiston Milliy universitetining filologiya fakultetida tahsil olgan. Abdulla Oripov uzoq yillar adabiyot va davlat ishlarida faoliyat ko'rsatgan. O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi raisi bo'lgan. O'zbekiston Respublikasi san'at a'zosi sifatida ishlagan. Milliy madaniyat rivojiga katta hissa qo'shgan. Abdulla Oripov ijodi chuqur falsafiylik, vatanparvarlik va insoniy tuyg'ular bilan ajralib turadi. Uning she'rlarida vatanga muhabbat, inson qadr-qimmati, ma'naviyat, hayot mazmuni asosiy mavzu bo'lib keladi. Abdulla Oripov o'zbek she'riyatiga yangi ruh olib kirgan shoirlardan biri bo'lib, uning asarlari bugungi kunda ham yoshlarni vatanga sadoqat, ezgulik va ma'naviyat ruhida tarbiyalashda muhim o'rin tutadi. O'zbek xalq shoiri Abdulla Oripov 2016-yil 5-noyabr kuni vafot etgan.